Zafar aka, tushunyapsizmi? Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich nima deyaptilar? Kimsiz o'zi? Xohlasangiz 3 kunga, xohlasangiz 5 kunga, xohlasangiz bugun Qaychiqon Abdullayev Bahodirga o'shqab, ertaga ertalabga deb biz raddiy berganmiz, biz ishtirokimiz raddini rad qiladi. Kimsiz o'zi? O'sha paytda qarang, ruchka ham qimillamaydi, qog'oz ham qimillamaydi. Qachonki yozsa bular keyin qalbiga kiradi-da. Sababiki haqiqatda hammasi yolg'on, politika hammasi u. Qonun ustuvorligi yo'q umuman. Zafar aka, sizlar jinoyat kodeks sharhini o'chib ko'rganmisizlar? Jazo muqarrar, oldin. Men faqat isbot qilib beraman, hurmatli Shavkat Miromonovich, sizda adolat yo'q. Qizg'in kurashlarini Mana bu yerda Baxtiyor Islomov gapiryapti. Sud yakunida hurmatli Baxtiyor Islomov sud hukmida so'radi. 6 yil 3 oy, 6 yil 6 oy qamoq jazosi so'radi. Lekin bu yerda prokurorda emas, aynan sudyalarda, aynan qaysi sudyaligini bilmayman. Jabbar Ibrohim aka demayib, Madaminov Dilmurod aka demayib, yoki Zafar aka demayib, bilmayman. Lekin haqiqatan qonun buzilishlar bor. Lekin prokurorda emas. Hattoki prokuror protez kirityapti. Birinchi instansiya sudi buni o'rganib chiqmasdan, hatto viloyatga chiqayotgan joy yo'qda, ishsiz yo'q. Ishsiz yo'q bu qolgan. Hurmatli Oliy sud raisi, buni yaxshilab tekshirib, o'rganib chiqib, qonun buzilish holati bo'lsa, chorasini ko'rishingizni iltimos qilaman. Bundan tashqari, mana yurtboshimiz oldilona islohotlarda aytyaptilar. Nimaga sangiz birikdan noinsoflar illat tashab ketgan prokuraturga, poraxo'rlik illati. Buni tomir bilan uzishga harakat qilyapmiz, lekin og'ir bo'lyapti. O'zbek millatini ertangi dunyo qarashini o'zgartirish, xalqimizni ishontirish, inontirish bu oson emas. Bu butun jamiyatimizdagi hamma tabaqalarga, hamma sohalar bilan xalqimiz xulosa qiladi. Qog'oz keladi, hamma narsa zo'r, oliy, adolatli. Bu misollardan kelyapti. Qabul qilgan qarorlaringni qabul qilishdan oldin o'zlaringni unvoniga qo'yib, qanday bo'lar ekan, adolatlimi yo'qmi? Mana shundan xulosa qilishlaring mumkinmi yo'q? Men O'zbekistonda yutuqlarini ham bilaman, kamchiliklarini ham juda yaxshi bilaman. Agar bu kamchiliklarini o'zimiz hal qilmasak, bizda chetdan kelib hech kim hech qachon qilib bermaydi, shuni bilinglar. Darli fakt, Madaminov Dilmurod akaniki. Fakt. Zarur choralar ko'rdik. Shahar sudi raisi janob Abdujabborovni muddatdan oldin lavozimidan ozod etishga majbur bo'ldik. Hozir o'z qilmishlari uchun tergov organlari oldida javob bermoqda.